Assalomu alaykum do'stlar. Biz o'sha ro'za oyida ata-ona razılıq, Alloh razılıq etgan suhbatni jirgizmiz. Keling ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum abi. Waalaikumsalam baba. Qanday ahvolingiz? Yaxshi. Abi, hozir Ramazon yo'q-ku, sizdan kechirim so'raydigandim. Bilib bilmay qilgan xatolarimga. Shu. Kechirma baba. Aha. Shu. Aha, ma'qul bo'lsin. Demek bo'lgan ishlarimiz bo'lsin baba. Aha, ma'qul. Alo apa? Assalomu alaykum. Mushu men xato qo'ygan bo'lsam, mushu Ramazon oyida kechirim so'rayman. Men. Просто nima deb qo'ya deyapman shu mushu Ramazon oyida kechirim so'rayman. Men mashada ayna bu vaqtda nima? Eshitdim emas, нормально все, просто звонит deb qo'ya deyapman. Aha, ладно, mayli, bo'pti unda. Aha. Aman bo'l. Alo apa? Qanday? Mening bir gunohlarim bo'lsa, sendan kechirim so'raydigan dadam opam ishqilanarsa, qishqiladi deb. Endi sizlarni yaxshi ko'rma, sizlarni yaxshi ko'rsam, kimni yaxshi ko'rma. Mush ro'za oylarida sizlardan kechirim so'raydi deyapman. Endi işte yaxshi ko'rmasam dedi opa. Yo'q, нормально emaslar? Все хорошо, позвонить qilmaslarga. Parkda o'tiramiz. Давай. Mana shu yaxshi ro'za oylarida sen oldin atgan gunohim bo'lsa, chin yuragimdan kechirim so'raydigan. Oldin atgan xatolarim bo'lsa, kechiringlarmish, yaxshi ko'radi, sizlardan kechirim so'rayman. Qachon babamning xatoligini olib ketingan. Xato qilmaysanmi, hech qachon qilasan. Endi oldinga sen qo'lidan xudo bo'lsin. Rahmat ashlagan bo'lsin. Bo'ldi. Kechirim so'rasam bo'lsin, kechirim so'ramayman.